Uyda mobil aloqa yaxshi ishlamayapti. Antenna chiqmayapti. Ushbu vaj sabab ko'pchilik xonadonlariga repeater qurilmasini o'rnatadi. Siz bu haqda bilarmidingiz? Bugun repeater qurilmasi va undan noqonuniy foydalanish qanday javobgarlikka sabab bo'lishi haqida ma'lumot beramiz. Repeater bino va inshootlarning ichki qismida mobil aloqa operatorlari signallarini kuchaytirish uchun xizmat qiluvchi maxsus qurilma hisoblanadi. Radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashining 2022-yil 23-avgustdagi 707-son qaroriga muvofiq mobil aloqa tarmoqlari signallarini kuchaytirib beruvchi qurilmalardan faqatgina tegishli texnik shartlar bajarilgandagina foydalanishga ruxsat etiladi. Xo'sh, bu texnik shartlar nimalardan iborat? Birinchidan, qurilmaning chiqish quvvati 500 milliwattdan oshmasligi va tashqi antenna bilan jihozlangan taqdirda effektiv nurlanish quvvati 1 wattdan yuqorilamasligi kerak. Qurilma mobil aloqa tayanch stansiyalari va boshqa radioelektron vositalar ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi zarur. Aks holda hududdagi boshqa xonadonlarda mobil aloqa ishlashida muammolar kuzatiladi. Repeater qurilmasi kuchaytirish quvvatini avtomatik sozlash funksiyasiga ega bo'lishi zarur. Eng asosiysi, qurilma uchun elektromagnit moslashuv normalari va texnik talablariga muvofiqlik sertifikati olinishi kerak. Yana bir muhim jihati, mazkur qurilmalarni xorijdan olib kirish radiochastotalar organlarining tegishli ruxsatnomasiga asosan amalga oshirilishi talab etiladi. Ammo so'nggi vaqtlarda yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan texnik talablarga javob bermaydigan hamda tegishli sertifikat va ruxsatnomaga ega bo'lmagan repeater qurilmalardan foydalanish holatlari kuzatilmoqda. Statistikaga nazar tashlaymiz. 2025-yilning birinchi choragi davomida respublika bo'yicha O'zkomnazorat inspeksiyasi va vakolatli organlar hamkorligida ushbu holatlarning oldini olish maqsadida 102 ta monitoring tadbirlari o'tkazildi. Ularda 46 ta noqonuniy repeater qurilmalaridan foydalanish holatlari aniqlandi. Qoidabuzarlikni bartaraf etish yuzasidan subyektlarga 42 ta ogohlantirish va ko'rsatmalar berildi. Ammo ko'rsatmaga vaqtida amal qilmagan qoidabuzarlar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 152-moddasiga asosan javobgarlikka tortildi. Hurmatli fuqarolar, repeater qurilmasidan qonunda belgilangan tartibda foydalanishga hech qanday cheklovlar yo'q, ammo undan noqonuniy foydalanib, aloqa sifatining pasayishiga sabab bo'lish tegishli javobgarlikka asos bo'ladi. Shu o'rinda O'zkomnazorat inspeksiyasi fuqarolardan aloqa sohasida turli murojaat va shikoyatlar bo'lgan taqdirda inspeksiyaning qisqa raqamli 1144 ishonch telefoniga murojaat qilishingizni so'raydi.